Umaq balalarim, hikoya vaqtiga tayyorlig'inglar bitdimi? Amsa adilinglarni chin yepinib, ko'zlaringlarni yumib, hikoyani anglanglar. Vakaka bilan Ayshishining uchar beliqqa o'zgarishi. Uchalaydigan beliq. Vakaka bilan Ayshishi Danni tog'asining uyiga berib, eshigini chekib, Danni tog'a, deb to'labdi. Ayshishi eshikning ochiqligini ko'rib, "Aka, biz kirib boqayli", debdi. Ayshishi biroz g'alatilik his qilib, o'z-o'ziga, "Tog'am uyda yo'q o'xshaydi", debdi. Danni tog'a dengiz okean injeneri bo'lib, u nurg'unlagan kashfiyotlarni yaratgan ekan. Tuyuqsiz Vakaka yangi cho'ng quruqlikni boyqaganday xushal bo'lib ketibdi. U ajoyib bir xil mashinani ko'rsatib turib hayajonlangan holda Ayshishiga, "Qara, o nima?" debdi. Ayshishi hayron bo'lib, "Shu emasmi? Men azaldan buni ko'rib boqmagan ekanman", debdi. Vakaka ko'nglida, "Bu cho'qim heliqi xiyoliy sayohat mashinasi", deb o'ylab, hayajonlangan holda past ovozda, "Ha, men cho'ng lahanga aylanadigan bo'ldim", debdi. Vakaka mashinaning o'rindiqiga o'ltirib, qiniq ko'k rangli temir qalpoqni kiyibdi. U Ayshishining bir chetda taqozolik bilan qarab turganligini ko'rib, "Senmi kulib o'ltirg'in? Bak rohat ekan", debdi. "Buni nimaga shiltadigandu?" deb so'rabdi Ayshishi mashinaga qiziqib. "Sening jungoga bak borg'ing bor edi-ku. Men seni hozirla opirib kelay", debdi Vakaka sirliq qilib. "Ha, kino ko'ramdi?" deb so'rabdi Ayshishi akasining gapini tushunolmay. Vakaka yeshil rangli knopkasi bor yanglikni o'zining belikiga taqabdi. Qizil rangli knopkasi bor yanglikni Ayshishiga beribdi. Lekin u yanglikdagi knopkaning qanday roli borligini bilmagachga, "Bu knopkani nimaga shiltadigandu?" deb o'ylabdi. Vakaka bilan Ayshishi to'liq qurollanib bo'pti. Vakaka mashinadagi knopkalarni ko'rsatib turib o'z-o'ziga, "Buncha ko'p knopkalar ichida qaysini bosish kerak-a? Bu biroz o'xshab turadi", deb fikrlabdi. Vakaka bir knopkani kuchapla bosgan ekan, o'ltirgan o'rinda qattiq silkinibdi. Beshidagi temir qalpoqning kichik chirg'imi yenibdi. Vakaka xushalligidan kulib ketibdi. "Voh, bak qiziqarliqkan!" Vakakaning ko'nglidan bir ish kechibdi-da, cho'ng qizil knopkani bosmoqchi bo'lib qo'lini uzatishiga Ayshishi, "Aka, men bak qo'rqib ketyapman", deb ko'zlarini etib olganicha to'lab ketibdi. Bepoyon dengizda ikki kichik uchar beliq erkin o'zib yuradi. Aslida Danni tog'ining xiyoliy sayohat mashinasi Vakaka bilan Ayshishini umoq kichik uchar beliqqa aylantirib qo'ygan ekan. Vakaka nihoyat g'alatilik his qilib Ayshishidan, "Nemish bo'ldi? Biz nemishqa dengizda yurimiz?" deb so'rabdi. "Menmi bilmadim. Danni tog'ining mashinasi go'r qilishig'ila uxlab qoptiman", deb javob beribdi Ayshishi. Vakaka birdanla tushungandek beshini birini urib qo'yib, "Men tushundim. Danni tog'ining xiyoliy sayohat mashinasi bizni beliqqa aylantirib qo'yibdi", debdi. "Xiyoliy sayohat mashinasi?" debdi Ayshishi nimadir bir narsa esiga kelgandek. "Dal boyotdan biz o'ltirgan xiyoliy sayohat mashinasi-chu. U odamni har xil dengiz hayvonlariga aylantira oladi", deb tushuntirishga boshlabdi Vakaka. Ayshishi buni anglab xushalliqida chavoqchilib ketibdi. "Voh, bu haqiqatan karomat ish bo'ldi". Vakaka Ayshishining badnidagi qanotni ko'rsatib turib so'rabdi. "Voy, bu nimadi? Biz qushga o'zgarib qoldikmi?" Ayshishi bir Vakakaga, bir o'ziga qarayib,
Aka, biz uchar beliqqa aylanib qapdiq, debdi. Vak aka uchar beliq aylanib qolganligidan bir ozmi xo'shal bo'lmabdi. U og'zini umchaytib, "Nimishqa cho'ng lahanga o'zgarmidiq? Men konubkani yana besib ko'ray. Danni tog'a bizni cho'ng lahanga aylantirib qo'ysin", debdi. Vak aka sol qanotiga chigib qo'ygan konubkani besibdi. Shu an uning qanoti tok soqayotgandek qattiq silkinibdi. Vak aka og'riq ichidamay to'lab ketibdi. "Voy jon, bak og'rib ketdi." Ayşeşi aldirab tinab akasiga. "Aka, konubkani qo'laymiqan bosma", debdi. Vak aka qanotlarini kang ichib g'adayganicha. "Bo'mi bo'lg'ini? Qanotim bo'lsa ucha olayman, qandoq yaxshi", debdi. Ayşeşi bo'lsa og'zini umchaytib, "Lekin mening chiroyli ko'ynikim, o'rmi choshsirim yo'q bo'ldi. Meni hozirgi turqim nima degansan?" debdi. Vak aka Ayşeşining ko'nglining yerim bo'layotganligini ko'rib, uningga nasihat qilibdi. "Singlim, dengizga kelib o'ynasak yaxshi emasmi?" Ayşeşi yanala xo'shal bo'la olmabdi. "Dadamni, onamni bak seg'inib ketdim." Vak aka singlisini xo'shal qilish uchun badanini sal oldiga qilib qanotlarini yeyib turib, "Men sen uchish mahoratini ko'rsatib beray bo'lamdi?" debdi. Ayşeşi texmi qo'rqib, "Aka, qo'layimqan ish qilmasang-chi", debdi. Bizgarcha uchar beliq bo'lsaqmi, amaliyotda ucholmaydigan tursaq, debdi Ayşeşi. Singlisining gapini anglab Vak aka intayin umidsinibdi. U og'zini umchaytib, "Uchar beliqmish, yo ucholmasa, uni uchar beliq deb nima qiladi?" debdi. Bir chetda qarab turgan kichik beliqroqlar gap qistirishibdi. "Shu emasmi? Beliqning hammasi suvda suzadigan tursa, sizlarning qanotinglar faqat chiroyli bo'lish uchunmidi?" Vak aka bir qanotini ko'tarib, "Biz uchar beliqlar ko'krak paloqchimizga tayinib havoda o'rlab pastlab uchimiz. Suvdan ayrilgan vaqtimizda oldi bilan suv ichida tez suratda o'zimiz. Bizning ko'krak paloqchimiz badanimizning ikki tarafiga ching chaplashgan bo'lib, suv osti kemasiga o'xshash turoqli holda ustiga ko'tarildi. Biz yana quyruqimiz bilan suvni kuchab ittiramiz. Bu chog'da butun badanimiz xuddi havoga qartib otgan o'qdek suv yuziga itilib chiqadi. Orqada ham uzun, ham juloliq ko'krak paloqchimiz va qo'rsoq paloqchimiz bizni tez suratda oldiga qarab uchirdi", debdi. "Amaliyotda uchar beliq qanot qaqalmaydi. Biz uchishda quyruqimizni ishtirish kuchiga tayinamiz. Shunglashqa quyruq paloqchimiz bizning uchishimizga harakatlantiruvchi mashina bo'lib hisoblanadi", debdi Ayşeşi. Vak aka Ayşeşining deganlarini anglab og'zini umchaytib, "Qanoti bor turuqliq ishiltalmaydi ekan, nima degan dod beliqdi?" debdi. Ayşeşi bundoq o'ylamabdi. U, "Aka, sen uchar beliqlarni bo'sh chaqilmagunchimi? Hozir biz tez uzalaymiz. Hem egiz, hem yiroq ucha olaymiz. Ya'ni osmonga chiqa olaymiz, dengizga sho'ng'iya olaymiz. Bundoq bo'lsa nima degan erkin, nima degan payza?" debdi. Vak aka beliqning osmonda ucha oladiganligini anglab, intayin hayron bo'ldi. Lekin yanala ishonmasdan, "Singlim, sen turib turg'in, men uchib sinab boqay", debdi. Ayşeşi xo'shal bo'pti. "Yaxshi-ku, uchish degan uchar beliqning karomati." Kutilmaganda Vak aka suv yuziga itilib chiqib, havo bo'shliqida birla-mo'lloq etib, udul pastga tushibdi. U diqqindan to'lab ketibdi. "Chatoq bo'ldi, qutqizinglar!" Ayşeşi qo'rqqandan "Voyjon!" deb varqirganicha og'zini mahkam etib oldi. Beliqroqlarmi jiddiylashib bir-biridan so'rashibdi. "Nima bo'ldi? Chatoq chiqdimi?" Vak aka suvga tushganda beshi qattiq og'rib ketibdi. U og'rigan o'rinni siylab turib azoblangan holda, "Voyjon, ajab og'irdi-ku", debdi. Ayşeşi darhol kelib, "Aka, senga yetish bo'lmagandi?" deb so'rabdi.
Bir chetda qarab turgan beliqroqlar uni zangli qilishibdi. U nima degan döda? Uning qanotining keragi yo'q ekan-ku. Buni ucha olayman degani bo'lamdi, debdi Vakaka intayin ma'yuslangan holda. Shishib bo'lsa og'ringandek. Aka, sen bir qaramkansan. Suvdan chiqqandan keyin qanotingni echishni nemishqa unutib qolding, debdi. Beliqroqlar buni anglagandan keyin tangla varqirishib ketibdi. Ha? U hatto bunimi bilmaydi ekan-da. U nima degan döda? Bundan keyin uni falokat biliq desak bo'lg'idak. Vakaka tunji qitimliq uchishida mag'lub bo'lganligidan xijil bo'ldi. Amdilikda yana beliqroqlarning masxirlik gaplarini anglab ochiqqa kelib, yerilib ketaylar deb qopdi. U qanotini mush tukkandek tugib beliqroqlarga. Ajab ochiqimni keltirdinglar. Sizlarni qanday adablaymanki? deb varqirabdi. Beliqroqlar Vakakaning yovuz abdidan qo'rqib ketib, darhol og'izlarini yumibdi. Vakaka yengilib qolganligiga tan bermabdi. Qaytadan uchib beray. Bu qitim ucholmasligimga ishonmayman. Aka, g'ayrat qil, debdi Aysishimo Vakakani rag'batlantirib. Vakaka to'lib toshgan g'ayrati bilan osmonga qarab uchibdi. U ko'p-ko'k osmonda qanotlarini keng yeyib egiz uchib, xushalligidan "Va, men ucha-oldim!" deb varqirab ketibdi. Suvdagi beliqroqlar uning ushqinini ko'rib, hayron bo'lib ang'ib qarab qopdi. "Pah, u rostila ucha-oldi-ku. Nima degan tez ushqani? G'alba qildi. Akam g'alba qildi!" deb varqirab ketibdi. Aysishimo hayajonini bosolmay. Vakaka boshqalarning oldida beshini ko'tarib, maydisini tik tutib, intayin faxrlanibdi. "Akam uchalaydigan bo'ldi. Akam bak qaltisgan!" debdi Aysishi olqish yang'irtib. "Uchar beliq okamiz ajabmi egiz uchidi ekan, nima degan qaltisa?" debdi beliqroqlarni. "Akam bak qaltis. U hammaga ham yiroq pishdi", deb aksini maqtabdi Aysishi. "Qushlarmi mendek egiz ucha olmaydi", debdi Vakakami faxrlanib. Beliqroqlar taraf-tarafdan "Nimanda ulab bo'risan? Ya rost ucha olmasan? Meningcha bu ochiqlab po'atqanlik", deyishibdi. Vakaka beliqroqlarning gaplarini anglab, intayin xafa bo'lib ularga tahdid soldi. Sizlar yon qo'layimqon so'zlaydigan bo'lsanglar, men sizlarni birovlarni qo'ymay yevitman." Aysishi tezdala uni to'sib, "Aka, bunda qo'pollik qilmasang-chi?" debdi. Bir chetda turgan beliqroqlar Vakakaning gapidan cho'chib, yiroqlarga berib mo'kinyapti. Vakaka yana bir qitim uchibdi. U sal holsizlangandek bo'pti. Qo'rsqimi ichib, ko'ruldab ketibdi. Qo'rsqini siylab turib, "Voyjon, qo'rsqim ajabmi ichib ketdi, pis ovqatlimsin, bakmi yegim kelib ketdi", debdi. Aysishi Vakaka qarab kulib ketibdi. "Aka, hozir biz degan dengizdagi uchar beliq, nega berib pis ovqatlimsin topamiz?" Vakaka Aysishining gapini anglab xijil bo'lgan holda, "Voyjon, faqatla chiday olmadim. Bo'lmasa men berib kichik beliqni tutib akilib yegudak nima borligini so'rab boqay", debdi. Aysishining toza ochiq gapdi. "Aka, sen ajabmi g'arib ekansan. Nimishqa doim qalayimqon gap qilsa?" Danitaga uchar beliq to'plashib yashaydi degan edi. Ular nima yesa, biz shuni yesak bo'lmadimi? deb taklif beribdi Aysishi. "Bo'ladi, yaxshi amal", debdi Vakaka beshini lang'ishdi. Aysishi beliqroqlardan, "Sizlar uchar beliq to'pining nerligini bilamsizlar? Biz ularni izlamoqchi edik", deb so'rabdi. Beliqroqlar boshlarini chayqab, "Bilmaymiz. Bu bizning tunji qatim uchar beliqni ko'rishimiz", debdi. Vakaka Aysishining gapini bilib, "Ularga so'zlab avvar bo'lma. Ular faqat ishni buzishni biladi. Biz yana osmonga uchib uchar beliqni izlab boqaylik", debdi. Vakaka bilan Aysishi qo'llarini tutishib, osmonga qarab uchibdi.
Vakaka. Qanotlarimizni keng yeyib, egiz uçayli. Va! deb tovlabdi. Ayşe Şimon, lay 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 lay. Men bo'lsam bir shadiman qush. Asman mening go'zal uyim, deb naqsha aytibdi. Tuyuqsiz oldi tarafda bir qora soya paydo bo'libdi. Ayşe cho'chib darhol Vakakadan, "Aka, tez qara, avi nima?" deb so'rabdi. "Opla, cho'toq bo'ldi. Bir cho'ng qush bizga qarab uchib kelyapti. Tez darhol suvga kirib olaylik", debdi Vakaka. Vakaka bilan Ayşe suvga kirib olishi bilan heliqi cho'ng qush hop qilib ularning beshidan o'tib ketibdi. Ikkilan qo'rqindan g'al-g'al titrab ketibdi. "Nima degan qo'rqinchliq? Tasli qoldi." Bu chaqda Danitaga xizmat uyiga kelib, aksingil ikkalani o'rindiqda hushsiz uxlayotganligini, beshidagi ko'rsatkich chirog'ning volildab yenib turganligini, yenidagi mashinaning harakat qilayotganligini ko'ribdi. Danitaga buningga hayron qilib, "Mavishki kapsizni", debdi. Danitaga mashinaning yenda o'ltirib, mashg'ulot qilgach o'z-o'ziga, "Bu mashinani tig' yaxshi tanishmagan. Men darhol amal qilib, ular xatarga uchrashdan burun uchurni ularga yetkazib beray", debdi. Bu vaqtda u aksingil ikkalanning jiddiylashib, "Nima degan qo'rqinchliq? Tasli qoldi", deganini anglabdi. Umaqballarim, bugungi hikoya mishiyada tugadi. Atda yana qanday ishlar yuz beradi? Atdagi hikoyamizni saqlanglar. Amsa men sizlarga hikoyada tilga ilingan uchar beliq to'g'riliq so'zlab beray. Uchar beliq bo'lsa, dengiz okeanining ustidagi qismida yashaydigan beliq. Ularning ko'krak baliqchisi intayin taraqqiy qilgan bo'lib, qushlarning qanotiga o'xshaydi. Uchar beliq dengizda intayin tez o'zidi. Agar suvdan chiqsa, havo bo'shliqidami xeli jiroq ucha oladi. Lekin ular osonlikcha suvdan chiqmaydi. Faqat dushmanning hujumiga uchraganda yoki andikib ketgan chaqda ular andan karomatini ko'rsatadi. Chunki ularning bunday qilishi bexatar emas bo'lib, havo bo'shliqida uchgan chaqda dengiz qushi tutib olishimi yoki orolga chiqib qolib, cho'ng toshlarga usib olib, hayotidan ayrilib qolishi mumkin. Yana ular ba'zi vaqtda yo'l yurayotgan paraxodning ustiga chiqib qolib, odamlarning tomoq ustidagi mazalik taomga aylanadi. Bunday ahvol doim kechada yuz beradi. Chunki uchar beliqning ko'rish quvvati kunduzi intayin o'tkir bo'lsa-mu, kechada doim qarog'larcha uchadi. Amsa bolarim, Allohga omonat, at ko'rishaylik.